Qadinas do'st. Voy, o'zing yolg'iz qolunchilib o'tirib ketibsan-ku, ilhoming kelib qopti-da. Ha, yaxshi-ku, qolun ekanligini bilib olibsan. Bu qaysi musiqa bo'g'iydi? Bekli tunishqu. Men deb beray. Bu Qadinas do'st degan musiqa. Bu texi bir idiom. Buning hikoyasini bir do'stimdan anglagan. Xohlasang, sana aytib beray, ha? Ma'qul, qulqum senda. Aminiya davrida Boya ismli bir odam o'tgan bo'lib, nag'ma navoga herisman kishgan. Saz chelish mahoratimi alayda yuqur ekan. Boya bir oqshimi kemi bilan oy saylisi qig'ili chiqibdi. U ketib etib uzoq o'ylanibdi-da, qolunni elib chelishga boshlabdi. U chag'an kuy to'limi larzon ham yaqinlik ekan. Yaxshi chaldingiz. Meni maqtagan kim? Men buncha maqtashga loyiq emasman. Agar xohlasangiz, kemamga chiqing. Davomli chepbasam, qandoq deysiz? Yaxshi gap bo'ldi. Uy. Qaysi kuyga chalsam bo'la? Qaltis, nima degan jangvar musiqa bu? Odamga ko'k taqashgan tayshantig'ini asildi degan. Haqiqatan kamolatga yetibsiz. Qaltiskansiz. Bu musiqani anglab, o'rkashlab eqiyotgan daryo suyi ko'z oldimga keldi. Xuddi bepoyon dengiz okeandek. Birodar, biz sirdosh do'stlardan bo'lalig'idakmiz. Fikrimizmi bir yerdan chiqadi ekan. Qaltis ish bo'ldi. Siz bilan tanishganligimdan men bakmi xushal. Shuningdan boshlab bu ikkisi Qadinas do'stlardan bo'lib qopti. Ular birga sayli qipti. Ham o'zaro mundaq kelishibdi. Mening yana ishim bor edi. Bo'lmasa mundaq qilaylik. Kelar yili mushkunda biz yana mush yerda ko'rishaylik. Gapimiz gap amisa. 2-yili. Saqlayotganimga xeyli bo'ldi. U ajab kelmaydi. Uni tepib, nemish bo'g'inini bilib baqay. Hey, bova. Jonzichining uyi mushu shumi? Siz boya bo'lamsiz. Men Zichining dadisi. Oğlum tugab ketgili yarim oydan oshdi. Bu qandoq bo'g'ini? Bova, Zichining qabrisi qayerda? Dappagan bo'lsalar. Mana bu mashhur Qadinas do'st degan musiqa. Men Zichini aslash uchun umr bo'yi qalun chammayman deb o'z-o'zimga qasam beraman. Bu musiqa bizning ulug' do'stligimiz bilan billa abadiy saqlanib qolsin. Mana bu Qadinas do'stning hikoyasi bo'lib, haqiqatanmi kishini ta'sirlantirdi ham echindirdi. Ekran oldidagi do'stlar, agar sizlarmi mushundaq kam uchraydigan sirdosh do'stni uchrasanglar, uni cho'qim qadrlanglar. Tushundinglarmi?